Xo'sh ekan do'stlar, albatta do'stlik boridan bu xonanda ishtasizlar. Viloyat Taxor mantiqai Narchaman, hozir mamlakat Eron shahri Nurobodda yashab yurgan ustoz mashhur shoirimiz shoir Shamsiddinjon Taxoriy farmoyish berdi. Shaxsan Shamsiddinjon Taxoriyni o'z farmoyishlariga taqdim bo'ladi. Uni yaxshi ko'rayotgan shirin bo'lasi Viloyat Taxor Qariya Shamardan, hozir mamlakat Erondan ustoz mashhur shoirimiz shoir Hidoyatullohjon Muhammadina ham farmoyishlari bor va yaxshi ko'rayotgan shirin do'stlari Viloyat Taxor Soliy Bangi Qariya Chishmatoqdan Masjidi Poyondan, hozir mamlakat Erondan shoir Samiyullohjon Taxorning ham farmoyishlari bor va yana bir do'sti Viloyat Bag'lon Soliy Burka, hozir mamlakat Erondan shoir Muhammad Hasanjon Dinnavozda ham farmoyishlari bor. Shu do'stlarning farmoyishlariga bu xondan taqdim bo'ladi. Yosh juvon mashhur shoirimiz ustoz shoir Shamsiddinjon Taxoriyning yozgan she'rlari bilan Ismat Xatabda Shirnavozda eshitding. Sog' bo'ling, sog'likda yashang. Shoirim Shamsiddinjon Taxoriy Ikirlik dunyo bu yurgin mard odamlardan Shamsiddinjon Taxoriy eshit do'stlaring bilan Masjidi shoir Hidoyatulloh shoir Samiyullohjon quloq osdi sozlarga Dallali koditay g'amgin dilli shoditay shoir Muhammad Hasan Dinnavozda yoditay Shamsiddinjon mudom sar bilan yasha. Har kim Ismat Xatabga toza jadidlaring xondan farmoyish qilmoq istasa, ustoz mashhur shoirimiz shoir Shamsiddinjon Taxoriy bilan ham tamas bo'lib farmoyish beriladi. Shumara WhatsApp raqamlari 0098 99 03 23 36 05. Eshitdingizlar, unutmanglar. Makadaki yarabdan, Chorbog'dagi g'arabdan, shoirim Shamsiddinjon she'r bitadi yurakdan. Sirga bo'ldi sirellardan yig'landi tiri, qiz bachani yig'latar Shamsiddinjonning she'ri. Gapirib kulolmaydi, yuragini tilolmaydi, shoirim Shamsiddinday har shoir bo'lolmaydi.
mulla jonga o'zim o'ldirsam kam. Cheragiga boshimman, kilkiniga botaman, Samiyullo sizlarday do'stlik qilolmas hamma. Mamada sandilla oz komiyat yashamadam. Ovoz qildi dastarxon, yetishib keldi mehmon. Sozing yurakdan bo'lsin, shoirim Shamsiddinjon. Hunarimni ko'rsatib, she'rda berayimton. Xizmatingizda mudom, amr qiling har zamon. Qadar g'uloming mudom, hech vaqt bo'lma parishon. Do'stlik yurakdan bo'lsa, do'stini sotmas arzon. Nomard bilan do'st bilma, nomardni do'stlik yolg'on. Berahm padar nolad, qilar yurak bag'rin qon. Oshnolik, rafoqatlik emas bir kori oson. Do'stlik desa ishlab bilmas ko'proq inson. Ikrizlik dunyo bu, do'stingga bo'l mehribon. Hidoyatullo bilan eshitganing Shamsiddinjon. Mol dunyo gapimiz, do'sti yo'li Allohda. Rafiqing nomard bo'lsa, rafiqliging befayda. U do'stga zahmat etma, zahmating zoya bo'lsa. Yo'lida qurbon bo'lgin, do'stlikka poya bo'lsa. Do'stim bor deb yurma, do'sting duruya bo'lsa. G'ariblik ayibmasdir, gapiga ega bo'lsa. Unga hasobonadi, har ro'z har xuyda bo'lsa. Qachar nomard rafiqing, ayog'ing loyda bo'lsa. Agar mard rafiq bo'lsa, kelar har joyda bo'lsa. Yashagin tab xush bo'lib, hech vaqt jigar xun yurma. Ikrizli dunyo bu, do'stlikni qo'ldan berma. Shayton munofiqlarga rost siringni bildirma. Shamsiddin inog'ingdan hech g'am qilib o'ltirma.